dunyoning muhabbati, moli dunyoni, pulni, boylikni muhabbatidan ziyoda buzg'unchi muhabbat yo'q. Qaysi bir banda moli dunyoga o'ch qo'ysa, shuni orqasidan quvadigan bo'lsa, u moli dunyo uni o'ziga qul qilib oladi. Mol nima desa, pul nima desa shuni qiladigan bo'lib qoladi. Birovni aldagin, ko'payaman desa aldaydi. Birovni haqqini urgin, ko'payaman desa, birovni haqqini yeydi. Falonchiga zulm qilgin, men ko'payaman desa, uni ham zulmni qiladi. Ya'ni mol dunyoning muhabbati barcha buzg'unchiliklarni, axloqsizliklarni boshi bo'ladi. Endi molni ushlab olgandan keyin bermay yursa nima bo'ladi? Baxil bo'ladi. Dunyoda o'ta baxillikdan ko'ra yomon dard yo'q. Ya'ni ma'naviy dard, qalb dardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, la yastami'u fi jawfil mu'mini al-iman wash-shuh. Mo'minning ichida deydi, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, mo'minning ichida iymon bilan o'ta baxillik jam bo'lib turmaydi ekan deydi. Yo unisi bo'lish kerak, yo bunisi bo'lish kerak. Ana zakot bergan odam o'z ixtiyori bilan, birov majbur qilmaydi. O'z ixtiyori bilan pulidan, hayvonot boyligidan, ziroat boyligidan, yana boshqa boyliklardan nisobga yetgan bo'lsa, ma'lum qismini chiqaradi-da, o'zi olib borib beradi. Mana shu ishi bilan qalbidagi baxillik balosidan qutuladi. Saxiylarni safiga qo'shiladi. Ana qalbda iymon bilan jam bo'lishi mumkin bo'lmagan bir dardi davolanadi. Beryapti-da. O'zini ixtiyori bilan ibodat deb niyat qilib olib borib beryapti. Bu haqiqatdan katta bir jasorat hisoblanadi.